white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red van. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure there'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Quvnoq Почтальон. Tipi chodiri. Bo'ldimi? Ha, juda so'zi. Lancaster va Grendale maxsus oviga xush kelibsiz. Bu yil juda ajoyib va g'aroyib sovg'alar hozirlagan. Nima ekan u? Ha, nima ekan? Agar bilishni istasangiz, oxirigacha kutishingiz kerak. Qiziq, nima ekan? Oyi, uni nimaligini o'zim aytaman. Barakalla, Julian. Voy. Maxsus xat elchi xizmati. Pat eshitadi. Pat, xatlar markaziga hoziroq kelishingiz kerak. Bizda Maxsus jo'natma bormi? ha, bunisi Juda zarur. Hozir yetib boramiz, Ben. Ketdik, Jess. Bizda bitta maxsus jo'natma bor. Qiziq, u nima ekan? Omad, Julian. Pat va Jess yetib keldi. Jim. Bu jo'natma juda maxfiy, Pat. Bu maxsus ovning asosiy sovg'asi. Chodir? Lawrence bolalar uchun syurpriz tayyorlab qo'ygan. Ular ov so'ngida tunni mana shu chodirda o'tkazishadi. U hozir sizni kutyapti. Uni qayerga eltish kerak? Yo'nalish xaritasi mana bu yerda. Bu sir tutilishi kerak. Agar bolalar bilib qolishsa, g'irromlik qilishadi. Bizga bemalol ishonaver. Mira bizni jamoada. Shunda har bir jamoada 3 ta ishtirokchi bo'ladi. Billchi? U bizni jamoada. Yo'q, u biznikida. Bizda edi-ku. Yo'q, bizda. Hech kimni jamoasida emasman. Men o'zim jamoaman. Xo'sh, hamma tayyormi? Ha! Yaxshi. Bu birinchi mashq. Boshlang deganimda, siz Boshladik. boshlashingiz mumkin. Jess, tezroq harakat qilamiz. Kattaroq mashina olamiz. Kalitingizni esingizdan chiqarmang. Voy, yo'nalish chizmasi. Tezroq to'xtating. Bu xatlar ichidan qidirgunimizcha kechikamiz. O'sha yo'nalishni o'zing aytib bera qol. Aytolmayman. Buni faqat Lauren biladi. Bo'lmasa, unga qo'ng'iroq qilamiz. Qanday ajoyib manzara. Bolalarga yoqishi aniq. Benga qo'ng'iroq qilib, chodirni olib kelyaptimi yo'q so'rab ko'raman. Iye, tavba. Nima gap? Bu yerda antena yo'q ekan. Tashlanma. Axir bu maxsus jo'natma-ku. Balki ular allaqachon yo'ldadir. Tusha olmayapman. Antena yo'q menimcha. U istalgan joyda bo'lishi mumkin. Endi nima qilamiz? Faqatgina bitta yo'li bor. Agar yordamchi belgilardan foydalansam, yo'lni albatta topaman. Bundan chiqdim men ham ishtirokchiman shekilli. Hamma qayoqqa ketdi? Musobaqa boshlandi. Bu birinchi belgi. Lampochka? Ko'cha lampasi, kichik yoritgich, svetofor, chiroqlar ko'p-ku axir. Ha! Mayoq! Albatta! Yaxshi fikr. Rahmat, reverend.
Xazina ovida qatnashayotganingni bilmagandim. Ko'rinmayapti. Ana, Goggins xonim, xazina belgisini ko'rmadingizmi? Pet, sen xuddi o'sha joydasan. Uni hech qayerda ko'rmayapman. ana u. Barakalla, Bill. Voy. U juda balandda. Uni olib bera olasizmi? Mana Bill. Sabzi? Kimda sabzi borligini qayerdan bilaman? Topdim. Ularni Michael sotadi. Tezroq borishim kerak. Ko'rishguncha. Bill, to'xta. Jess, bo'la qol. U yerga birinchi bo'lib yetib borishimiz kerak. Sen ham xazina ovida qatnashyapsanmi? Bo'la qol, Julian. Yana ozgina. Kel, men urinib ko'raman. Sendan balandroqman. Agar birga harakat qilsangiz osonroq bo'ladi. Yaxshi fikr, Goggins xonim. Keling, bir jamoa bo'lamiz. Bo'la qol, Charlie. Hozir mana. Oldik. Ketdik. Bu navbatdagi belgi. Bu juda oson-ku. Bu musobaqani oson yutaman. Xayr, Michael. Xayr, Bill. Xayrli kun, Pat. Men ham musobaqada qatnashyapman. Belgi sendami? Mana. Buning uchun keksalik qilmaysanmi? Bundan zavqlanayotganim yo'q, Michael. Boshqa bolalar xazinani topguncha, men uni yo'nalishini ulardan oldin topib borishim Xo'sh. kerak. Muammo nimada? Aniq manzilini bilmayman-da. Unda shoshilish kerak. Bill sendan ancha oldinda. Bo'la qol. Raketa. Bu yerda raketalar yo'q-ku. Balki bu chinakam raketa emasdir? Nima demoqchisan? Ha, Greendale raketasi. Bu poyezd bekatiga shama-ku. Rahmat, Michael. Salom, Michael. Well, Belgi qayerdaligini qidirish shart emas ekan. Biz bilan ketyapsanmi, Pet? Boshqa bolalar kelmaguncha ketolmayman. Rahmat, Ajay. Juda shoshyapman. Ulardan oldinroq borishim kerak. Agar mashinada borsam, oldinga chiqib olaman. O'zi qayerga ketyapsan? Qo'ylar faqat bir joydagina bor. Thompson Ground. To'g'ri. Omad, Pet. Biroq sen nega musobaqada qatnashyapsan? Salom, Bill. Sen avvalroq kelibsan. Shu paytgacha manzilga yetib borgan bo'lardim. Siz sekin harakat qilmaganingizda. Biz endi alohida guruh emasmiz. Biz bir jamoamiz, Bill. Bizga qo'shilasanmi? Yo'q, qo'shilmayman. Buni o'zim ham uddalay olaman-ku. Hamma tayyormi? Qani yurdik. Ha. Ben, biz bolalardan oldindamiz. Greendale'ga yetay deb qoldik. Barakalla, Pet. Xursandman. Iya, bu nima? Yaxshiyam kelib qoldingiz. G'ildiragim yorilib ketdi. Maxsus jo'natma olib ketayotgan edim. Sizniki zarurmi? Meni bemorlar kutishyapti. Yaxshi. Unda yordam beraman. Rahmat, Pet. 5, 6, 7. Hammasi shu yerda. Qayerga ketayotganingizni bilasizmi? Qo'ylar! Thompson Groundga! Xayr! Ko'rinishi mazali. Faqatgina tipi chodiri bo'lsa bas. Nega Pet kechikayotgan ekan? Qarang, ularning hammasida pushti belgi bor ekan. To'g'ri, ammo ulardan faqat bittasidagina maxsus belgi bor. Qaysi birida, dada? Uni o'zingiz topishingiz kerak. Ketdik. Bunisini ko'rchi? Bunisi emas ekan. Bunisi ham emas. Bunisi ham emas-ku. Ajoyib. Rahmat, Pet. Ketyapman, Jess. Uzr, doktor Gilbertson. Borishim kerak.
Omad Pet, jo'natmayni vaqtida eltasan degan umiddaman. Xayr. Bir pas jim tursang-chi. Qaysi birini tekshirib, qaysi birini tekshirmaganim ham esimdan chiqdi. Noto'g'ri qilyapsiz. Shuning uchun. Agar bilsang, o'zing ko'rsat, aqlli Bill Thompson. Xo'p, mayli, ko'rsataman. Hammangiz bittadan qo'y tanlang. Qani bo'la qoling. Bo'pti. Xo'p. Bu yerda 7 ta qo'y bor. Biz ham 7 tamiz. Tushundingizmi? Belgi esa ulardan birida. Hammangiz darhol birgalikda tekshiring. Menikida yo'q. Menikida ham Bizda ham yo'q. Menda ham yo'q. yo'q. Topdim. Salom Alf. Bolalar hali kelishmadimi? Ular hozirgina o'tib ketishdi. Belgi nima ekanini ko'rdingmi? Uzr, Pet, ammo uni qayerdaligini aytishim mumkin. Ana u yerda. Bu qiyin emas. Salom Molly. Kel, senga yordam beraman. Rahmat Alf. Yaxshi, qo'y. Xayrli kun. Salom. Ozgina qoldi. Deyarli manzildasiz. Kela qoling. Bo'la qoling. Omad sizlarga bolalar. Qani bosh. Ketdi. Voy, meni tushligim. Barakalla Jess. Oldim. Qayiq? Bu Tedning qayiqi bo'lsa kerak. Bo'la qol Jess. Maxsus jo'natmamiz kutib qoldi. Yo'q, Ted. Bizni ham olib ket. Qayiqni o'tkazib yubordik. Ular orol tomon ketishyapti chog'i. Tamom bo'ldik, Jess. Ularga yeta olmaymiz endi. Bu og'ir chodir bilan bora olmasligimiz aniq. Agar menga bir fikr keldi. Bu ish beradi deb umid qilaman. Mahkam ushla Jess. Ularni iziga tushib oldik. Qaranglar. Bunday bo'lish kerak emas. Yo'q. Motor to'xtab qoldi-ku. Endi yelkanlarni ishlatishga to'g'ri keladi. Qarang, bu dadam. Salom bolalar. Xayr bolalar. Salom, xayriyat yetib keldim. Salom Pet. Barakalla Pet. Xavotir ola boshlayotgan edik. Chodir qani? Mana shu yerda. Nima? Keyinroq tushuntiraman. Bo'la qoling, bolalar yetay deb qolishdi. Rahmat, Ted. Pet. Arzimaydi. Qarang, yana bir belgi. Ketdik. Bu yoqqa bolalar. Yuring, yura qoling. Voy bu. Zo'r. Bu eng zo'r mukofot. Uddaladingiz. Barakalla bolajonlar. Marhamat, ola qolinglar. Dada, siz ajoyib musobaqani o'tkazib yubordingiz. Ha, to'g'ri. Qani gapirib berchi? Maxsus eltuvchi xizmat. Topshiriq bajarildi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.